kalissiyasini qarab olsanglar demak ko'rilgan kerak ilmiy kengash a'zolari demak bizada hozir kishi bitta odam bir sababli demak ochib o'rib yetamiz demak aparidan ikkita aparat ilmiy rahbar demak yig'ilishimizni boshlasak ikkita takrorchi demak majlis olib borish uchun yetarli kengash ochish to'g'risida bitta qanaqa taklif bormi ochilishiga taklif tushdi kim ushbu taklifga rozi bo'lsa berishga o'ylayman rozilar kamchilik yo'q bir ovozdan qabul qilindi demak hurmatli kengash a'zolari tartibida davlat bahodir mutabayishning sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi skripka ixtisoslashgan bajarkaga ishlab ishlovchilarni yillik mashg'ulot siklini optimallashtirish mavzusidagi Ismoil Kabirov sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adabiyot jismoniy tarbiya nashriyasi va metodikasi ixtisoslashgan pedagogika fanlari bo'yicha masalat tahlil etilgan dissertatsiya himoyasi demak tarix bo'yicha ilmiy kengash a'zolari qanday takliflar bor tasdiqlasi degan taklif ishga e'tirozlar bormi kim ushbu taklif rozimi dissertatsiya jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutidan tayyorlangan dissertatsiya umumiy rahbari professor Mabit Nazarov asli apparatini pedagog fanlar doktor professor pedagog fanlar bo'yicha doktor tafsir Yine yetakchi tashkilotlar Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti ko'rsatilgan talabgor topilgan hujjatlarni asosiy masalalardan tanishtirilishi pedagog fanlar bo'yicha maslahat avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali koordinatsion sport turlari nazariyasi hujjati kafedrasi dotsenti Davletov Bahodir Utabayevichga tavsiyanoma. Bahodir Utabayevich 1996-yil 8-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tug'ilgan. 2003-2012 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida 42-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil oldi. 2012-2015 yillarda Nukus sport kollejida ta'lim oldi. 2015-2019 yillarda Qo'qon davlat universitetining bakalavr yo'nalishini 2021-2023 yillarda Nukus davlat pedagogika institutining magistratura bo'limida tahsil oldi. Mehnat faoliyatini 2019 yilda Respublika suv sporti turlari ixtisoslashgan maktabida baydarka va kanoeda ishga ketish yo'nalishi bo'yicha murabbiy o'qituvchi lavozimida ishlab kelgan. 2022 yildan sentyabr oyidan boshlab O'zbekiston davlat sport universiteti filiali sport o'yinlari kafedrasi dotsenti lavozimida o'z faoliyatini olib bormoqda. U o'z ishning fidoyisi va o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan kafedra mutaxassislaridan biri hisoblanadi. Bilimga intiluvchan, qiziqishi kuchli, o'zining butun faoliyati davomida yangilikka izlanuvchan, intizomli mutaxassis sifatida jamoa orasida format so'raydi.
Tavsifnoma O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya sport universiteti Nukus filiali direktori, fizik fanlari doktori, professor Yerimbetov tomonidan tasdiqlangan. Talabgor tomonidan Oliy Majlis komissiyasi tomonidan belgilangan hujjatlar rasmiylashtirildi. Ana hujjatni aytadi. Demak, dissertatsiyani shaxsiy hujjatlari bu yigit vaqtida qanday kimga qanday savol bor? Bitta savol bor. Oxirgi qaysi hujjat tasdiqlanganligi to'g'risida ma'lumot berdik. Oxirgisi yetakchi tavsifnoma Yerimbetov. direktor tomonidan rektor Dissertatsiyaning asosiy mazmuni bilan tanishtirilishi san'atlarga beriladi va san'atlar Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari, hurmatli ustozlar. Men Davlat Mahamadov Tubayevich, 13.04 jismoniy tarbiya, sport matbuotlari, sog'lom maktab va adabiyot jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagog sohalarni professor Islombek Umidnazar Muratbayevichning milliy rahbarligida sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan baydarkada eshak yuklarning yillik mashg'ulot imkoniyatini amallashtirish mavzusida tayyorlagan dissertatsiya taqdimotini bayanchi yoritib berishingizni so'rayman. Dissertatsiya mavzuining dolzarb zarurati dunyo sportidagi keskin raqobat xalqaro darajadagi sportlarni tayyorlash tizimini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Jahonda sport yutuqlarining jadal o'sish jarayonida malakali sportlarni tayyorlash nazariyasi va uslubiyatining ilmiy asoslarini yanada takomillashtirish, xususan sportlarni tayyorlashni boshqarish, sport natijalarini prognozlash, modellashtirish va dasturlash tayyorlashni keskin namoyon bo'lmoqda. Hozirgi vaqtgacha eshak sportida ilmiy izlanishlar, mamlakatimizda eshak sportida ilmiy izlanishlar asosan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik metodikasini takomillashtirishga, texnik tayyorgarlik xizmatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga va kompleks mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratilgan edi. 2024 4-noyabrdagi 382 sonli prezident qaroriga asosan shu sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori respublikada sport bilan yaqin sanoq va doimiy rivojlanish yoshlar urfini oshirish hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy xususiyatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun ushbu dissertatsiya hayot muayyanasiga xizmat qiladi. Muammoning o'rganganlik darajasi respublikamizning yetakchi olimlaridan Masnazar, Ikrom, Oqillik Nazar, Xalqimizda san'atlar bo'ladi. Mustaqil davlatlarning do'stligi olimlaridan bo'lsa, Bekov, Bakayozov, Yevgenov va Zarmen bilan o'tamiz. Xorijiy olimlardan bo'lsa, Began, Bishop, Fleming, Princeton, Daniel olimlardan atab o'tsak bo'ladi. Tadqiqotimizning maqsadi sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga asoslashgan baydarkada eshak yillik mashg'ulot diplomalarini optimallashtirish hisoblanadi. Tadqiqot obyekti bo'lsa, respublika suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga asoslashgan baydarkada eshak yuklar bilan olib qo'yilgan mashg'ulot hisoblanadi. Tadqiqot predmeti sprintga asoslashgan baydarkada eshak yuklar olinadigan vosita va turlarni tashkil etadi. Tadqiqotimizning vazifalari. Birinchi vazifamiz sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga asoslashgan eshak yuklarining musobaqa faoliyati, ko'rsatkichlari hamda turli xil energiya ta'minotini aniqlash va maxsus mashg'ulot majmuasini ishlab chiqish. Ikkinchi vazifamiz sprintga asoslashgan baydarkada eshak yuklari uchun mashg'ulot diplomlarining shiddat nurlari bo'yicha tasnifni takomillashtirish. Uchinchi vazifamiz bo'lsa sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga asoslashgan baydarkada eshak yuklarining yillik mashg'ulot diplomlarining to'siqli varianti asosida mashg'ulot diplomlarining modelini ishlab chiqish. Va so'nggi vazifamiz bo'lsa tayyorgarlik makrotsikllarida turli yo'nalishdagi yuklamalarni shiddat zonalari bo'yicha ratsional taqsimlash asosida ishlab chiqarilgan to'siqli mashg'ulot yuklamalarining taqsimotlarini qo'llash samaradorligini tajribadan asoslash. Tadqiqotimizning ilmiy yangiligi birinchi ilmiy yangiligimiz sprintga ixtisoslashgan baydarkalarning energiya tizimlari startda portlovchi kuch, start tezligini yaxshilash, tezlik ritmini barqarorlashtirish, harakatga bardashlikni oshirish hamda anaerob dinamikni rivojlantirishga qaratilgan
suvda va quruqlikda bajariladigan maxsus mashqlar majmuasidan foydalanish hisobiga baydarkada yashagan yuklarning energiya taqsimoti samarali takomillashtirilgan. Ikkinchi ilmiy yangiligimiz bo'lsa, sprintga asoslashgan baydarkada yashagan yuklarning tezlik va start quvvatini rivojlantirish uchun mashg'ulotlarda maxsus kuch, bazaviy chidamlik, masofaviy chidamlik, musobaqa chidamligi sifatlarini shiddat zonalari bo'yicha yuklamalarning metabolik intensivlik mezonlarini ishlab chiqish hisobiga mashg'ulot jarayonini tizimlashtirish imkoniyati kengaytirilgan. Uchinchi ilmiy yangiligimiz malakali baydarkachilarning yillik tayyorgarlik davrida musobaqalar taqvimi, yuklamalar hajmi va shiddat nisbatini inobatga olgan holda mashg'ulot ketma-ketligida vaqt bo'yicha o'zgarishlar o'tsa turli mashg'ulot yuklamalarini ko'p yillik tayyorgarlikning to'plovchi amalga oshiruvchi mototsikletlardan anaerob glikoz yo'nalishdagi mashqlar hajmini ko'paytirishga qaratilgan mashg'ulot yuklamalari modelni ishlab chiqish hisobiga takomillashtirilgan. Va so'nggi ilmiy yangiligimiz sprintga asoslashgan baydarkada yashagan yuklarning funksional holati, kuch sifatlari, maxsus ish qobiliyati hamda mashg'ulot jarayonini boshqarishda muhim bo'lgan anaerob almashuv chegarasi va maksimal yurak bo'lish shaklasi kabi ko'rsatkichlar dinamikasiga ijobiy ta'sir etish asosida ishlab chiqarilgan ko'p siklli mashg'ulot yuklamalarini qo'llash hisobiga yillik tayyorgarlik davrida turli yo'nalishdagi mashg'ulot yuklamalarini optimal taqsimot imkoniyati kengaytirilgan. Tadqiqotimiz davomida biz baydarkada yashagan metrda yuklamalarni bajarishda turli xil energiya ta'minot manbalarining ulushini aniqlab olganmiz. Bu yerda biz standartlashtirilgan 40 soniyalik va 3 daqiqalik testlarni olganmiz. Bunda ko'rishimiz mumkin, energiya ta'minot manbasi hisobida anaerob laktat va aerob energiya tizimini aniqlaganmiz bu yerda. 40 soniyalik testimizda ko'rishimiz mumkinki, anaerob laktat 17,13% ko'rsatdi. Anaerob laktat bo'lsa 64,2%. Aerob esa 18,16% ko'rsatdi. Daqiqalik testimizda bo'lsa anaerob laktat 3,17%, anaerob laktat bo'lsa 25,2%, aerob esa 70,6% ko'rsatdi. Bu testimiz natijasida biz maxsus mashqlar majmuasida qaysi energiya tizimini rivojlantirish uchun ahamiyat chiqarganimizni ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotimiz davomida biz sprintga asoslashgan baydarkada yashagan yuklarning energiya tizimlarini takomillashtiruvchi maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqqanmiz. Bu majmuamizda mashq turlari, mashq davomiyligi va intensivligi, davomatdan olish va tiklanish vaqtlari, takror va seriyalari, kulayotgan amaliy natijalarini ko'rsatganmiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi mashqimiz hidrotor yordamida yashash. Bunda mashq davomiyligi va intensivligi sportchi 25 soniya maksimal tezlikda yashaydi. Dam olish va tiklanish bo'lsa har bir takrordan keyin 1 daqiqa sekin eshagish orqali dam oladi. Seriya orasida 7 daqiqa sekin eshagish orqali sportchilar dam olishni bajaradi. Takror va seriyalar bo'lsa jami 4 seriya, har bir seriyada 14 martadan takrorlanadi mashqlar. Kutilayotgan ilmiy amaliy natijalar bo'lsa, startda portlovchi kuch va tezlik oshadi, anaerob tizimning rivojlantiriladi. O'rtacha davom etuvchi anaerob intervalda eshagish mashqlari bo'lsa, bu yerda mashq davomiyligi va intensivligi 1 daqiqagacha yuqori intensivlikda eshagishadi. Sportchi 2 daqiqa sekin eshagish orqali dam oladi. Dam olish va tiklanish bo'lsa, seriya orasida 7 daqiqalik sekin eshagish bilan dam oladi sportchilar. Takror va seriyalar jami 4 seriya, har bir seriyada 8 martadan mashg'ulotni qaytadan bajariladi. Kutilayotgan natija bo'lsa, tezlikni uzoqroq ushlab turish qobiliyati oshadi, anaerob tizimligi kuchayadi. Tadqiqotimiz davomida biz baydarkada yashayuvchi sprinterlarning mashg'ulot yuklamalarining shiddat zonalari bo'lishlari, fiziologik ko'rsatkichlarini ishlab chiqamiz. Bu yerda 5 ta shiddat zonasi va yuklamalarning yo'nalishi, yuklamaning shiddati, maksimal shaxsatasi va foizlarda ko'rsatilgan. Samaradorlik mezonlari, zonalarning maqsadli tayyorgarlik vazifalarini ko'rsatib o'tganmiz. Bunda ko'rishimiz mumkinki, birinchi shiddat zonasi bo'yicha yuklamalar yo'nalishi aerob rejimidagi aerob tiklanish, maxsus kuch va texnik tayyorgarlik bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Yuklamaning shiddati bo'lsa 70% gacha. Samaradorlik mezonlari esa laktat 3 minimum atrofida. Zonalarning maqsadli tayyorgarlik vazifalari bo'lsa tiklanish jarayonini ta'minlash, texnik aniqlikni yaxshilash, past shiddatda mashq hajmini oshirish. 5-shiddat zonasiga ko'radigan bo'lsak, masalan, bu yerda tezlik, yuklamaning yo'nalishi, tezlik va start quvvatini rivojlantirish, 20 va 80 metr masofalarni o'tishga qamrab oladi. Yuklamalarning shiddati, maksimal darajada ishlaydi bu yerda.
samaradorlik mezonlari bo'lsa, laktat 6 minimum atrofida bo'ladi. Zonalarning maqsadli tayyorgarlik vazifalari bo'lsa, startda portlovchi kuch tezlikni oshirish, maksimal tezlik fazasini shakllantirishdan iborat bu yerda. Bu shiddat zonalarimiz sportchilarning fiziologik imkoniyatlarini oshirish mobaynida sportchilarning yuqori formaga chiqishiga yordam beradi. Tadqiqotimiz davomida biz birinchi asoslangan sportchilarning tayyorgarlik davri mototsiklda energiya ta'minotini energiya ta'minot tizimlariga asoslangan mashg'ulotlarni rejalashtirish modelini ishlab chiqamiz. Bu modelimiz 1 yillik model bo'lib, makrotsiklda hisoblanadi. Bu motosikl blokli mezotsikllarga bo'lganmiz. Bu yerda oqlovchi, transformatsiyalar uchun mezotsikllarni qo'yib ishlaganmiz. Bu modelimiz asosiy maqsadi bizning sportchilarning energiya ta'minotini musobaqaga sportchilarning yuqori formada olib chiqishga yordam beradi bu modelimiz. Tadqiqotimiz davomida biz malakali ishga tushuvchi sprinterlarning yillik tayyorgarlikdagi makrotsiklda mashg'ulot yuklamalarining taqsimotini ishlab chiqamiz. Bu makrosikl taqsimotimiz 1 yillik taqsimot. Asosan bu taqsimotlarimiz 5 ta shiddat zonasi bo'yicha. Har bir shiddat zonada har bir oyda 1 kilometr sportchilar yurishi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, bu yerda ko'rishingiz mumkinki, sentyabr oyida birinchi zona bo'yicha jami 130 kilometr bir oy davomida, ikkinchi shiddat zonasi bo'yicha esa 58,8 kilometr, uchinchi shiddat zonasi bo'yicha esa 7,3 kilometr, to'rtinchi shiddat zonasi bo'lsa 10,5 kilometrni tashkil qiladi. Beshinchi shiddat zonasi bo'lsa 8,4 kilometrni tashkil qiladi. Bu yerda biz makrotsikllarning maqsadiy yo'nalishlarini ko'rsatganmiz. Jami trenajyor soati, oyda necha soat va maxsus chidamlilik, masofaviy chidamlilik zaxirasi, masofaviy tezlik zaxirasi, maksimal tezlik, maksimal kuch chidamligi, tezkor kuch tayyorgarligi, yugurish va umumiy jismoniy tarbiya turlarini qay darajada berishini ko'rsatib o'tganmiz bu yerda. Tadqiqotimiz davomida biz tajriba va nazorat guruhlari sinovchilarining tajriba boshida hamda so'ngida olingan funksional kuch ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tajriba guruhimizda mushak massasi tadqiqotimiz boshida 49,9% ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 54,5% ko'rsatdi. Nazorat guruhimizda bo'lsa, mushak massasi tadqiqotimiz boshida 50,2% ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 51,7% ko'rsatdi. Ko'rsatkichlar bo'yicha yog' massasi tadqiqot boshida tajriba guruhimizda yog' massasi tadqiqotimiz boshida 12,7% ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 9,9% ko'rsatdi. Nazorat guruhimizda bo'lsa yog' massasi tadqiqotimiz boshida 12,6% ko'rsatdi. Tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 10,4% ga ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Tajriba va nazorat guruhlari sinovchilarining tadqiqot oxirida funksional hamda ko'rsatkichlarining diagrammasini ko'rishimiz mumkinki, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Tajriba guruhimiz nazorat guruhlariga qaraganda bizning olib borgan ishimiz natijasida birmuncha yaxshilanganini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotimiz davomida tajriba va nazorat guruhlari sinovchilarining tajriba boshida hamda so'ngida olingan 40 soniyalik ish testi bo'yicha ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Bunda eshiklar soni tajriba guruhimizda tadqiqotimiz boshida 92,5 martani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 104,3 martaga ko'payganini ko'rishimiz mumkin. Nazorat guruhimizda bo'lsa, eshiklar soni bo'yicha tadqiqotimiz boshida 93,8 ni martani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 95,7 martani ko'rsatdi. Va qolgan 8 ta ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tajriba guruhimiz nazorat guruhiga qaraganda birmuncha yaxshilanganini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotimiz davomida tajriba va nazorat guruhlari sinovchilarining guruhlaridagi pedagogik tajriba boshida hamda so'ngida olingan trejdmil hamda 200 metrga erishilish bo'yicha test natijalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tajriba guruhimizda tadqiqotimiz boshida maksimal aerob chastosi 189,7 martani ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 197,7 martani ko'rsatdi. Nazorat guruhimizda bo'lsa, maksimal aerob chastosi tadqiqotimiz boshida 190,4 martani ko'rsatdi. Tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 191,7 martani ko'rsatdi.
Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, biz olib borgan test natijalarimizda 200 metrga eshik eshish bo'yicha soniyalarda olingan testimizda tajriba guruhimizda tadqiqotimiz boshida 200 metrga eshik eshish bo'yicha 47,2 soniyada kelgan bo'lsa, tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 44,2 soniyada kelgan. Nazorat guruhimizda bo'lsa, tadqiqotimiz boshida 200 metrga eshik eshish bo'yicha 46,7 da kelgan. Tadqiqotimiz oxiriga kelib esa 45,8 soniyada kelgan. Tajriba va nazorat guruhlari sinovlarining maksimal ijro bo'lish asosasi va anaerob natijalari hamda 200 metrga eshik eshish bo'yicha tadqiqotda olingan diagramma natijalari diagramma bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, tajriba guruhlari nazorat guruhiga nisbatan ancha yaxshi o'ynagani ko'rishingiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, 200 metr masofaga baydarkada eshik eshish holati musobaqa faoliyati bilan uzviy bog'liq holda tashkil etilishi zarur. Mashg'ulot jarayonini rejalashtirish, intensivlik zonalari bo'yicha to'g'ri taqsimlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Birinchi yengilligingizga maxsus mashqlarni majmuasini ishlab chiqqansiz. Bu mashqlar majmuasini ishlab chiqishda asosiy metoda qaysi metodaga asosan ishlab chiqqansiz? Ikkinchi savolim, nutqingizda ko'proq aerob va anaerob degan so'zlarni ko'proq ishlatdingiz. Bu qaysi usullardan foydalanib bu holatlarni aniqladingiz? Uchinchisi, birinchi yangiligingiz bo'yicha biz maxsus mashqlar majmuasini asosan energiya anaerob va laktat tizimini rivojlantiruvchi maxsus mashqlar tizimini majmuasini ishlab chiqamiz bu yerda. Bu mezonlarni asosan biz testlar natijasida, ya'ni Nukus shahri Medical Center bilan hamkorlikda olib borilgan testlar natijasida anaerob laktat va anaerob laktat tizimlarini aniqlagan holda olib borganmiz va shunga tayangan holda biz bu mashqlar majmuasini ishlab chiqqanmiz. rahmat. Bu birinchi ikkinchisiga javob berib o'tdim. Uchinchi savolim, birinchi vazifangizda yozasiz turli xil energiya ta'minoti deb yozasiz. Bu qanday usullarda o'lchangan? Energiya ta'minoti. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bu asosan energiya ta'minoti hozir aytganimdek laboratoriya sharoitida Medical Center, Nukus shahri Medical Center bilan hamkorlikda Laktat Pro apparati orqali o'lchangan. Buning natijasida mashqlar majmuasi va boshqa natijalarni olgan ustoz. Rahmat. İkinci savalingiz. Albatta. Va oxirgi savolim, referatda rus tilidagi yozilganida 5-tillar bo'yicha bir so'zida shuni olib qoldi. Распределение нагрузок завода на макросиквы deb yozilgan. Shu zavoda degan so'zga bir manimcha yo'q xatolik kelib qolgan yoki qanaqadir ma'noni anglatadi. Shunga bir oydinlik kiritsangiz. Rahmat ustoz. Bu yerda texnik xatolik ketib qolgan ustoz. Ama bu Qanday so'z? zavod degan so'z buna to'g'ri keladi. Unda nima bo'lishi kerak? Tadqiqotchi Vaqtida yozilgan Silahlarını
malakali ishga tushuvchi sprinterlarning yillik tayyorgarlikdagi makrotekst va mashg'ulot yuklamalarining taqsimoti bo'lishi Assalomu alaykum. Hurmatli talabgor, birinchi yangiligimizda mashqlar majmuasi ishlab chiqqan ekansiz. Aynan ushbu mashqlar majmuasidagi vositalarni nimalarga asoslanib saraladingiz va mashqlar majmuasini ishlab chiqdingiz? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Biz bu mashqlar majmuasini asosan energiya tizimiga qarab va qaysi energiya tizimi bizga asosiy kerak ekani 200 metr masofada sprintga ixtisoslashgan baydarkada ishga tushuvchilar uchun o'sha tizimni rivojlantirishga harakat qilgan bu mashqlar majmuasi natijasida va bu mashqlar natijasi anaerob halokat va laktat tizimiga borib testlarimiz natijasida anaerob halokat va laktat tizimi kerak bo'lgani uchun biz o'sha mashqlar tizimiga asoslangan holda ishlab chiqamiz. Birinchi savol bo'yicha javob qanaqa? Model, ya'ni avtorizatsiya birinchi rasmida ham keltirilgan, ya'ni sprint ixtisoslashgan sportchilarning tayyorgarligi makro siklida energiya ta'minot tizimlariga asoslangan mashg'ulotlarni rejalashtirish modeli. Ushbu model oldin bo'lmaganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, kimlar tomonidan qilingan? Agar takomillashtirgan bo'lsangiz, qaysi taraflarni takomillashtirdingiz va nima maqsadda bu model joriy qilindi? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bu modelimiz asosan sportchilarning yil davomida musobaqalar jadvalidan kelib chiqqan holda ishlab chiqqanmiz. Musobaqa jadvalida, ya'ni asosiy musobaqaga tayyorgarlikni sportchilarning yuqori formada ushlab turishga harakat qiladi bu jadvalimiz. Va bu jadvalni asosiy biz yillik mashg'ulotlarni rejalashtirish va musobaqalardagi sportchilarning fiziologik jihatlarini to'g'ri taqsimlash maqsadida ishlab chiqqanmiz. Va bu model asosan sport mahoratini takomillashtirish ruhida sprintchilar uchun ishlanmagani sababli ishlab chiqqanmiz ustoz. Asosiy baydarka va konveyerda ishish bo'yicha umumiy hisob modellar ishlab chiqilgan, lekin sprintga ixtisoslashganlar uchun ishlab chiqilmagani sababli biz ishlab chiqqanmiz. Yetarli maqola milliga asosan kimda yana savol bor? Talablarga bitta savol bor. Mana siz sprinterda bu eksperimentda 200 metr olasiz, 1 kilometr bor. 500 metr. Distansiya boshlanadi. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Siz to'g'ri aytyapsiz. Bizda asosan sprintga ixtisoslashgan baydarka va konveyerlarda sprintga asosan 200 metrlik masofalarni olib boriladi. Bizda 500 metrlik masofa sprintga kirmaganligi sababli biz 500 metrni olmaganmiz. Одиночка, двойка, четверка, наборка. Спринтер. Rahmat ustoz. Biz asosan olimpiya distansiya bo'lgani uchun 500 metr olimpiya o'yinlarida yo'q bo'lgani uchun biz uni nimaga kiritmagandik ustoz. Jahon chempionati bo'ladi. Jahon chempionati. Binkov не олимпийский чемпион, да? Нет, он олимпийский чемпион. Бинков двукратный олимпийский чемпион, не по олимпийским видам. Нет, он выступал. Я понял, да, выступал, но медали не забрал. В вольной борьбе тоже есть весовые категории, как олимпийские, не олимпийские. Да, вы согласны? Savolim bor. Birinchisi amaliyotga ta'sir etilgan holat bilan bog'liq. Kundan beri shu masala ustida bosh qotiryapmiz. Birinchi savolim ilmiy tadqiqot kishilar rejasi bilan bog'liqligi degan joyga. Bu bog'liqlikni siz aytyapsiz.
11.72.50.99.85 raqamida talabalarni ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish uchun raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish mavzusidagi ilmiy innovatsion grant loyihasi doirasida bajardim deyapmiz. Marhamat, sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan baydarkada erkak teshuvchilarning yillik mashg'ulot siklini optimallashtirishda bu loyihani bog'liqlik joyini tushuntirib bersin. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Biz bu yerda albatta yana bir ko'rib chiqamiz. Sizlar ketgan bo'lsangiz ustoz. Nima deydi? Bu yerda yana bir ko'rib chiqamiz. Sizlar ketgan bo'lsangiz. Muhokamada gaplashamiz. Ikkinchi savol. Dissertatsiyada nima uchun tadqiqotingizda nima uchun avgust oyini olmadingiz? 10 oy emas, 11 oy qildingiz. 2 oy emas, 11 oyga to'xtatdingiz. Nega avgust oyi qaysi sabablarga ko'ra olib tashlandi? Kiritmadingiz siz uni pejasda. Amaldagi dasturda baydarkada eshkak eshuvchilarni yillik mashg'ulot sikli rejalashtirilgan amaldagi dasturda ham xuddi shundaymi? Agar unday bo'lmasa, nima uchun chiqarib tashladi shu oyni? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Nimaga 11 ya'ni avgust oyini chiqarib tashlaganmiz bu yerda? Sababi bizlarda bu taqsimotni asosan musobaqalar jadvalidan kelib chiqqan holda ishlaganmiz ustoz. Avgust oyida bizlarda sport mahoratini takomillashtirish guruhi musobaqalar qo'yilmagani sababli biz avgust oyida dam olish va ishlanish uchun ajratganmiz ustoz. Shu sababli unga bermaganmiz. Amaldagi dasturda shunaqa. Endi biz musobaqalardan kelib chiqqanmiz. Lekin maktabda amaldagi dasturdan chiqib ketolmaysizlar. Amaldagi dasturdan chiqib ketolmaysizlar. Chunki siz aniq guruhda olyapsiz, sport mahorat takomillashtirish guruhda turgan bolalarni yillik yuklamasi bor, ular bajaryapti, nechadir sikli bor. Biz qaysi siklida o'zgartirish kiritgan bo'lsangizlar, nazorat guruhida xuddi shu siklda amaldagi dastur ishlab turish kerak. Sizniki ham o'shanga parallel, faqat siz taklif etayotgan dastur yaxshiroq ekanligini isbotlashingiz kerak. Shuning uchun savol, musobaqaga bog'lash dasturga mosmi yo dasturdan chetga chiqish bo'ldimi? Dasturga tayangan holda ishlaganmiz asosan, lekin biz o'sha joyda faqat yengil mashqlar va tiklanish uchun berganmiz. Avgust oyida ular uning uchun bu yerga ketmaslikka harakat qilganmiz bu yerda. Sababi bu yerda ikkilayotib harakat qilamiz. Asosan uyqu intensivlik sprintga yo'naltirilgan baydarkachilarning energiya taqsimotini aniqlashdagi uyqu intensivlik koeffitsiyenti asosiy mezoni sifatida olindi. U asosan qon laktati orqali olindi ustoz. Ya'ni uyqu intensivligi orqali qaysi energiya manbai ko'proq ishlayotgani aniqlanadi va mashg'ulotlarga shunga qarab rejalashtirilgan ustoz. İkinci savalı ikinci zamanda 40 sekundluk test organizasyon, peki 3 minutlik test organizasyon. Bu sportlar takomillashtirish faydasi qanday foydasi? Ahamiyati qanaqa? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bu yerda 40 soniyalik testimiz asosan biz 200 metrlik masofalar 40-45 soniya atrofida bo'lgani uchun bu testni olganmiz, 40 soniyalik testni. Va o'sha xil test bo'lsa aerob energiya tizimini rivojlantirish maqsadida testlarni olganmiz ustoz.
Nasıl oğlum? Ana ikinci cazvalar şiirinde hani bir de güzel sordu. Ben çünkü sportayım bilemem. Teslim ile kırık sigur. Bir şeyler söz şeyler bir uçuyor. Ben de konser bir say. Test takip Rahmat ustoz savol uchun bu 40 soniyalik baydarkada ishlash ergometrida olingan test va 3 daqiqalik test baydarkada ishlash ergometrida olingan. Shunaqa ergometrda o'tirgan holda bajarib olingan test. То есть это на тренажер это. Чтобы посмотреть плакат, мочевину, Bitta savol bor. Baydarkachilar maxsus tayyorlab hamkorligini rivojlantirish nechta bo'ladi, nechta usullari bor? Siz ishingizda qaysi usullardan foydalanasiz? Rahmat ustoz savol. Asosan yuklamalarning bajarishda turli xil tabiat manbalarining o'zini aniqlash maqsadida shularni aniqlash, shulardan kelib chiqqan holda anaerob laktat va laktat tizimlarini rivojlantirish uchun asosiy urg'u qaratganmiz. Qaysi turi? Oltita turi bor. Qaysi birisida ishlaydi? Oltita turi bor. Maxsus javobgarligi bor. Siz qaysidan foydalandingiz? Nomini ayta olasiz? Savol tushunarlimi? Rahmat ustoz savol uchun. Javoban bana kanser diyorlar. Bu kısmen bana kanser kısmen usulündeki mutarız bu. Yapanlar da bu deneyler normalleri. Bana da mitolojik diyorlar. Usul. Rahmat ustoz savol uchun. Usulin asosan makrosikllar bo'yicha biz usulning asosan makrosikllar bo'yicha va mezosikl bo'yicha bosqichli blokli mezosikllarni o'rganib chiqamiz ustoz. Tayangan holda ishlaganmiz. Блочное построение. Нема деген блочное. Нема farkı var. Цикловое, трехцикловое построение. Rahmat ustoz savol uchun. Blok bu sportchini pastdan sekin musobaqaga tayyorlash tizimini maksimal darajada olib chiqishga va tushirishga, formasini tushirib ko'tarib turishga bir yil davomida sportchini yuqori formada ushlab turishga yordam beradi. Mana insulin işte blok çıkarıyor. Doğru mu? Blok sistemi. Nima farkı var? Blok A, blok B, blok C. Ha. Rahmat ustoz savol uchun. Bu yerda biz T to'plovchi mezosikl, T bir transformatsiyalovchi mezosikl, A amalga oshiruvchi mezosikl. Ya'ni bu yerda asosiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, musobaqa tayyorlash bosqichlarini qamrab oladi bu yerda. Aziz, takımda ciddi bir denge sağlanır var. Fayda sadesiyle birlikte sorun mariler sadesiyle belki arkadaşlar belki tarafına iş takip ediyorlar. Sportif sorunları ortadan havarıyla var. Sportif yakın konser yakın marketin bir kategorisi. Sportif karnı geçti. Şey var haberler. Bana şimdi de vakti olmasın. Hani hiç vakti karanlık konser çıkıyor. Ben asla olmasın. Kaçmayıp olmasın. Yanlışlıkla aldığında sıra yüklemeyi vergandan keyin yo'g'lasa bir o'tgandan keyin malakani aksariyatini o'tkazib kumulyativ bir savol. Rahmat ustoz savol uchun avvalambor nima qasd ko'rsatishga o'tamiz. vaqtni asosan biz
laktat pro apparatlar orqali olganmiz va bu ko'rsatkichlarni sportchi ishlamay turgan holda va o'tirgan holda va keyingi sportchi trenirovka davomida mashg'ulot jarayonida 1 daqiqalik ishlash va 2 daqiqalik ishlashdan keyingi natijalarni ham olganmiz ustoz. Mashg'ulot boshidan oxiridan yoki mashq bajargandan keyin? Mashq bajargandan keyin olganmiz. Bizga asosan sprint bo'lgani uchun tezlik. Agar biza mashg'ulot davomida olgan boshqa ko'rsatkich beramiz. Agar bitta mashg'ulot o'zgartirganimizda boshqa ishlardan. Ammo ko'rsatkichlarda mana yetarli talablar bo'yicha birinchisidan sekund bergansiz, bitta savol bu. Issiga ko'rsatkich hozir berganingiz nimani anglatadi? Variativ qatorni ko'rsatkichlarini yo'q bo'lmasa ishonchli ko'rsatkichi. Bu o'zi fikringizni menga bering. Mana x plus sekund bergansiz. Variatsiya qatori ko'rsatkichlarimi yo ishonchli ko'rsatkichi? Bu ustoz o'rtacha ko'rsatkichlardan No, oxirgi savol. Ma'lumot. Yana oxirgi savol. Yuklamalarni to'g'ri berish sportchilar holatiga qarab yuklamani beramiz. Mana hozir bergan yuklamalaringizni nimaga asosda taqsimlaymiz? Qanaqa ko'rsatkichlar bo'yicha, qaysi komponentlarni? biz bu yerda rahmat ustoz savolim uchun biz bu yerda asosan sport mahoratini takomillashtirish ruhida shug'ullanuvchi sportlarga tayangan holda ishlab chiqqanmiz. Asosan shunga qarab taqsimlab chiqqanmiz ustoz. Sportlarning final ko'rsatkichlariga. Nimaga beryapti? Davomiyligami, bajarish vaqtigami, dam olish pauzasiga qarab, murakkabligiga qarab. Bu yerda asosiy ko'rsatkichlar bu yerda yurak urishi zarbasi Yurak urishi iste'molga fikringizni bilmoqchimiz. Rahmat ustoz. Biz asosan shu energiya tizimini rivojlantirishga qaratilganimizdan keyin bu asosan sprintga ixtisoslashgan bajarkachilarning energiya tizimini rivojlantirish asosida yillik taqsimotlarni ishlab chiqamiz. Shuning natijasida yo'nalish bo'yicha hozirgi yo'nalish bo'yicha sal bilimizyatsiyalash kerak bo'ladi. Tak, marhamat, endi kengash a'zolari kimdan savol bor? Kim marhamat. Kengash a'zolari savollar yo'qmi? Zoomda Iste'dodli ilmiy rahbari Yevropa doktor professor Mahmud Nazar Islomlik Muradov. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan Davlat Bahodir Kubayevich bilan birga olib borilgan ilmiy ishimizni ko'rib, muhokamadan o'tkazganingiz uchun katta rahmat bildiraman. Albatta ish hozirgi sport yo'nalishidagi eng aktual bioximik taqsimlar, laktat bo'yicha bo'lgani uchun savollar ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Chunki hozirgi paytda zamon talabi bo'yicha qilingan tadqiqot, eksperiment bo'lgani uchun. Biz nima uchun laktatni oldik? Men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Laktat hozirgi paytda baydarkada ishga kirishuvchilarning sprintga ixtisoslashgan baydarkada ishga kirishuvchilarning asosiy ko'rsatkich. Ya'ni biz o'zi bilamiz, laktat bu nima? Laktat bu sportchining qaysi chegarada uning kuchi kamayishi yoki ko'payishi bo'lishi mumkin. Biz o'sha chegarani aniqlash uchun ushbu eksperimentni o'tkazdik. Boya professor ustozimiz ham tajribalar jalb qilingan proyekt bo'yicha ham savol berdi. Tajribada olib borilgan eksperimentlar Какой он спортсмен, какой он человек? В этот момент он единственный мастер спорта в Каргопакстане по байдарке. Кто он выступал в сборной команде, он самый единственный, кто после Bahodir Utibayevich у нас не было мастера спорта по байдарке. И shuning uchun ham biz bu ishni qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman va kamchiliklar bilan albatta. Rahmat.
Talabgor Davletov Bahodir Utabayevichning sport mahoratini takomillashtirish guruhida to'g'rilanuvchi sprintga ixtisoslashgan Baydarkada eshik echuvchilarning yillik mashg'ulot siklini optimallashtirish mavzusidagi konsultatsiya ilmiy kengash huzuridagi ilmiy seminardan o'tgan hamda ilmiy seminarning ijobiy xulosasini kengaytirishga tavsiya etilgan hamda dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot etib Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti belgilangan. Universitet tomonidan bayonnoma rasmiylashtirib ijobiy xulosa berishni tavsiya etgan. Tavsiya etgan holatda bir nechta taklif va tavsiyalarni berib o'tgan. Ulardan dissertatsiyaning 4-bobida tadqiqot natijalari bo'yicha diagrammalar ishlab chiqilgan. Ishning ahamiyatini oshirish maqsadida diagrammalar shakli o'zgartirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb taklif. Ikkinchi, dissertatsiyaning 3-bobida keltirilgan jadvallarning izohlari yanada boyitilsa, izohlar to'liq berib o'tilsa, keyinchalik barchaga tushunarli bo'ladi deydi. Uchinchi, dissertatsiyaning 1-bobida adabiyotlar tahlilida asosan xorijiy olimlarning ishlariga mavzu bo'yicha mahalliy olimlarning ishlari yanada chuqurroq tahlil qilinganda maqsadga muvofiq bo'ladi. 4-chi, dissertatsiya xulosalari yanada ko'rib chiqilishini va matematik statistik ma'lumotlarni qo'shish tavsiya beriladi hamda ilmiy ahamiyatini oshirgan bo'ladi deb ijobiy takliflarni bermoqda. Hammasi ijobiy marhamat. Savollar bormi? Mana bu Bahodir Utabayev taqdirda ko'rsatilgan Savolim bor. Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti yetakchi tashkilotimizga unda o'z minnatdorchiligimni qolaman. Agar ruxsat bersangiz, faqat takliflarning kamchiligiga to'xtalib o'tsam. Birinchi kamchiligimiz bo'yicha siz tomonidan qayd etilgan diagrammalar shaklini o'zgartirish yuzasidan berilgan taklifingizni uchun rahmat. Lekin mazkur tadqiqotda keltirilgan diagrammalarga tanlangan metodologik yondashuv va javob berish formatiga mos holda ishlab chiqilgan bo'lib, ularning shakliy ko'rinishini o'zgartirish natijalarining qiyosiy tahlilga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli ular amaldagi ko'rinishda saqlab qolindi. Ikkinchi kamchilik bo'yicha 3-bobda keltirilgan jadvalda izohlarni yanada aniqlashtirish haqidagi fikringiz e'tiborga loyiq. Shu bilan birga mazkur izohlar soha mutaxassislari uchun qabul qilingan ilmiy talablar doirasida berilgan bo'lib, ularning hajmini kengaytirish, integratsiya ilmiy strukturasiga ta'sir qilish mumkinligiga inobatga olib, mavjud shaklda qoldirishni qoldirdik. Birinchi bobda xorijiy adabiyotlarning keng tahlil qilinishi tadqiqotning zamonaviy ilmiy yo'nalishlari bilan uyg'unligini ta'minlash, muammoni global ilmiy kontekstda yaratish hamda uyg'ur metodologik yondashuvlarni tizimli asosda umumlashtirish zarurati bilan izohlandi. Keyingi kamchiligimiz xulosalarni takrorlashtirish va matematik statistik ma'lumotlarni kengaytirish yuzasidan bildirgan fikringiz e'tiborga loyiq. Biz takliflaringizni kelgusi ishlarimizda inobatga olinadi, shart kengaytirib ishlatamiz. Jismoniy tarbiya sport instituti mustaqil izlanuvchisi Davletov Bahodir Utabayevich tomonidan sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan Baydarkada eshik echuvchilarning yillik mashg'ulot siklini optimallashtirish mavzusi bo'yicha 13:04 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagog fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiya ishiga taqriz. O'zbekistonda
eshkak eshish sporti bo'yicha ilmiy izlanishlar asosan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish, texnik tayyorgarlik xususiyatlarini oshirish hamda kompleks mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratilgan. Biroq malakali sportchilarning muhim musobaqalarga tayyorlash bosqichi odatda yillik siklni atigi 10-15% egalab, kompleks tayyorgarlik tizimiga yetarli e'tibor berilmayotganligini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori natijalarga erishish yillik siklda umumiy, maxsus tayyorgarlik va musobaqa yuklamalarini to'g'ri taqsimlashga bog'liq. Shu bilan birga baydarkada eshkak eshishda musobaqa oldi bosqichidagi yuklamalarni rejalashtirish yetarlicha o'rganilmagan. Shu sababli yillik tadqiqot, ya'ni tayyorgarlik siklini mazmuni va tuzilishiga 25-30% o'zgartirish kiritish zarur. Bu esa mashg'ulot jarayoniga an'anaviy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bunday yondashuv sportchilar natijalarini 30-35% oshirish imkonini beradi va bu masala hanuz eshkak eshish nazariyasi va amaliyotining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois mazkur dissertatsiya ishi dolzarb ilmiy muammo sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqot doirasida yillik tayyorgarlik jarayonini samarali rejalashtirish, yuklama va dam olish nisbatlarini ilmiy asosda belgilash, sportchilarning funksional va texnik taktik tayyorgarligini bosqichma-bosqich rejalashtirish masalalari chuqur tahlil qilinadi. Shu jihatdan ushbu ish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yuqori malakali eshkak eshuvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzuni dolzarbligi, zarurati asoslangan bo'lib, dissertatsiyaning mavzusi bo'yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar nashri sharhi va muammoni o'rganilganlik darajasi bayon etilgan. Tadqiqotning maqsadi, vazifalari, shuningdek obyekt va predmeti aniqlangan. Ishni fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim yo'nalishlarga mosligi ko'rsatilgan hamda tadqiqotning ilmiy yangiligi, natijalarni ishonchliligi, nazariy va amaliy ahamiyati, natijalarni amaliyotga joriy etilish borasida ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyaning malakali baydarkada eshkak eshuvchilar mashg'ulot jarayonini tuzilishini nazariy metodologik asoslari deb nomlangan birinchi bobida yillik sikldagi sport mashg'ulotlarini davrlashtirish nazariyasini rivojlanishi va blokli davrlashtirish konsepsiyasi, sikl sport turlarida yillik mashg'ulot siklini tuzilishining zamonaviy tendensiyalari, baydarkada eshkak eshuvchilarini yillik mashg'ulot siklida turli ustuvor yo'nalishdagi mashq yuklamalarini qo'llashni maqbul ketma-ketligi, baydarkada eshkak eshuvchilarini mashg'ulot yuklamalarini shiddat zonalari bo'yicha oqilona taqsimlanish yuzasidan ma'lumotlar yoritib berilgan. Dissertatsiyaning tadqiqot uslublari va uni tashkil etilish deb nomlangan ikkinchi bobida ilmiy usulga adabiyotlar tahlili, pedagogik so'rovnomalari, pedagogik testlar, pedagogik tajriba va matematik statistik uslublari hamda tadqiqotning tashkil qilinishi yuzasidan ma'lumotlar bayon etib ketilgan. Dissertatsiyaning sprintga ixtisoslashgan malakali baydarkada eshkak eshuvchilarning mashg'ulot yuklamalari tasnifi deb nomlangan 3-bobida sprintga ixtisoslashgan baydarkada eshkak eshuvchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari, 200 metr masofada baydarkada eshkak eshuvchilarning musobaqa faoliyatidagi energiya ta'minot xususiyatlari, mashg'ulot yuklamalarining shiddat zonalari bo'yicha tasniflanishi, sprintga ixtisoslashgan eshkak eshuvchilarning yillik tayyorgarlik davrlarini rejalashtirish yoritib berilgan. Dissertatsiyaning sprintga ixtisoslashgan baydarkada eshkak eshuvchilarning mashg'ulot jarayonini ko'p siklli tartibda tashkil etish samaradorligini tajribada asoslash deb nomlangan 4-bobida sprintga ixtisoslashgan malakali eshkak eshuvchilarning funksional va kuch ko'rsatkichlari dinamikasi, sprintga ixtisoslashgan malakali eshkak eshuvchilarning maxsus ish qobiliyatini ochib beruvchi ko'rsatkichlari, sprintga ixtisoslashgan malakali eshkak eshuvchilarning anaerob almashuv chegarasi va yuklamalarni, ya'ni maksimal puls chastotasi ko'rsatkichlari dinamikasi bo'yicha ma'lumotlar to'liq ochib berilgan. Talabgor tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni anglashga yordam berdiki, baydarkada eshkak eshish sport turi, ayniqsa sprint yo'nalishi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan eshkak eshuvchilarning yillik mashg'ulot siklini takomillashtirish, yuklamalarni oqilona rejalashtirish hamda tayyorgarlik jarayonini samarali tashkil etish masalalari talabgor tomonidan atroflicha, tizimli va chuqur o'rganilganligini ko'rsatadi.
Dissertatsiya ishini umumiy jihatdan ijobiy baholash mumkin. Shu bilan birga ish mazmunida ayrim uslubiy va tashkiliy kamchiliklar mavjudligini ta'kidlash joiz. Mazkur holatlarni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi fikr va tavsiyalarni keltirib o'tishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Birinchi, dissertatsiyada keltirilgan xulosalar tadqiqot natijalariga tayangan bo'lsa-da, ular ishni belgilangan maqsad va vazifalarni to'liq qamrab olmaydi. Shu bois ayrim xulosalarni yanada aniqlashtirish hamda ularni tadqiqot vazifalari bilan bevosita uyg'unlashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Keyingi, demak, tadqiqot natijalari asosan jadvallar orqali ifodalangan bo'lib, ayrim holatlarda ularning murakkabligi natijalarni qabul qilinishi qiyinlashtiradi. Natijalarni yanada ravshan va tushunarli ifodalash maqsadida grafik va diagrammalardan foydalanish ishni ko'rgazmalilik darajasini oshirgan bo'lar edi. Va yana bitta tavsiya, tajriba sinov ishlarida ishtirok etgan guruhlar haqida umumiy tasnif berilgan, biroq ularni tanlanish mezonlari yetarli darajada aniq va batafsil yoritilmagan. Mazkur jihatni kengroq ochib berish tadqiqotni ilmiy asoslanganligini yanada mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lar edi. Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan fikr mulohazalar va ayrim kamchiliklar dissertatsiya ishining umumiy bahosiga, uning dolzarbligi, ilmiy va amaliy ahamiyati hamda olingan natijaga ishonchligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Davletov Bahodir O'tibayevichning sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan baydarkada ishga kirishuvchilarni yillik mashg'ulot siklini optimallashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga javob beradi va yakunlangan ilmiy ish hisoblanadi. Tadqiqotchi esa jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha mazkur ilmiy darajaga munosib deb hisoblayman. Rahmat. Avvalambor ustoz sizga hurmatli vaqtingizni ajratib, bizning dissertatsiya va tadqiqotimizni ko'rib, kamchiliklarimizni aytgani uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Agar ruxsat bersangiz, faqat kamchiliklarga to'xtalib o'tsam, javob bering. Birinchi kamchilik bo'yicha dissertatsiyada keltirilgan xulosalarni mazkur holatda saqlab qolish maqsadga muvofiq deb hisobladik. Shu bois biz tomonidan bildirilgan taklifingizni keyingi muddatimizda inobatga olib boramiz. Endi ikkinchi kamchiligimizga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqot natijalarining asosan jadvallar ko'rinishida taqdim etilishi, ularning aniqligi, tizimliligi hamda batafsil tahlillar ta'minlash maqsadida tanlanganligini, tadqiqot natijalarini imkon qadar to'liq aks ettirishni ta'minlaydi deb hisoblaymiz. Uchinchi kamchiligimizga to'xtaladigan bo'lsak, tajriba va sinov ishlarida ishtirok etgan guruhlarning umumiy va tavsifa dissertatsiyada yoritilgan bo'lib, aksariyatda esa ushbu jihatlar uning hajmi cheklanganligi sababli umumlashtirilgan holda qisqacha bayon etilganligini Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari, hurmatli ustozlar, shuning bilan faxriylanuvchi Davletov Bahodir O'tibayevichning sport mahoratini takomillashtirish guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan baydarkada ishga kirishuvchilarning yillik tayyorgarlik siklini optimallashtirish mavzusida 13.004 ixtisosligi bo'yicha fanlar falsafa doktor PhD darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishining tahlilini o'qib eshittirsan. Dissertant Davletov Bahodir O'tibayevich bu tadqiqot ichida juda katta ko'lamdagi ishni amalga oshirgan. Aytib o'tish joizki, aynan eshkak eshi, baydarkada eshkak eshining sprint yo'nalishi bo'yicha respublikada birinchi ish deb aytishimiz mumkin. Chunki bu ishdan avval, ya'ni baydarka yo'nalishi bo'yicha ishlar asosan jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar bo'yicha ish olib borilgan. Dissertantni tadqiqot ishida eng asosiy yutuqlaridan, tadqiq etgan ishlaridan bu malakali ishga kirishuvchilarni o'sha energiya ta'minoti ishlarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.
shiddat zonalari bo'yicha maksimal yo'lak shartlari asosida shiddat zonalari bo'yicha tavsiya tilini ishlab chiqqan. Shu bilan bir qatorda aytish kerakki, aynan mashg'ulot majmuasida juda ham savollar ko'p bo'ldi. Aynan sprint yo'nalishi bo'yicha, ya'ni umuman olganda yillik tayyorgarlik siklini optimallashtirish bu bir qancha zonalar bo'yicha bajarilgan yuklamalarni, ya'ni optimallashtirish. Ya'ni umumiy olganda hajm juda ham katta umumiy olganda, lekin aynan sprintga ixtisoslashganda optimallashtirish, ya'ni shiddatni bir qancha oshirish hisobiga 20-25% tushirgan. Shu bilan birgalikda u yillik yuklamalarni 20-25% gacha optimallashtirish amalga oshirilgan. Yana aytib o'tish lozimki, ishning amaliy ahamiyati aynan respublikamizda sport mahorati, oliy sport mahorati maktablari yoki sport maktablarida aynan sprintga ixtisoslashgan baydarkaga ishga kirishuvchilar uchun dasturlarda ma'lumotlar yetarli emas. Ya'niki baydarkani oladigan bo'lsak, ya'ni sprint yo'nalishi nisbatan yosh yo'nalish, ya'niki bu bo'yicha tadqiqotlar unchalik ham ko'p emas, amalga oshirilmagan. Dissertatsiya bo'yicha shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Amaliy ahamiyati respublikada juda ham katta va shu bilan bir qatorda bir qancha ishda kamchiliklar mavjud. Kamchiliklarga asosiy qismini ko'rsatadigan bo'lsak, malakali ishga kirishuvchilarning energiya ta'minoti bo'yicha anaerob almashinuv chegarasi hamda maksimal yurak urish chastotasini aniqlashda amalga oshirilgan, tanlab olingan treadmill testi bo'yicha batafsilroq ma'lumot berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozirgi kunda laboratoriya sharoitida zamonaviy olib borilayotgan testlardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchi kamchiligi, tavsiyaviy ko'rinishga ega bo'lgan kamchilik bu malakali ishga kirishuvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik bo'yicha ko'rsatkichlarni aniq kilometr soatlarda ifodalansa, albatta o'sha jadval va grafiklarning ma'lumoti yanada mazmunga boyroq bo'lar edi. Dissertatsiyaning amaliy tavsiyalar bo'limida ko'proq xulosaviy mazmunga ega. Agar amaliy tavsiyalar amaliy xarakterga aniq va differensial mazmunda yozilganda, albatta ishning mazmuni yanada boyingan bo'lar edi. Va so'nggi tavsiyamiz bu o'sha muammoni o'rganilganlik darajasi bo'limida ko'p sikl, ya'ni blokli tizimni hozirgi kunda amaliyotda joriy etilishi bo'yicha o'sha soha mutaxassislari, olimlarni fikrlarini, havolalarini ko'proq keltirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Yuqorida keltirib o'tilgan tavsiyaviy ko'rinishga ega kamchiliklar umuman olganda ishning qiymati, amaliy ahamiyati va mazmuniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertant Davlet Bahodir Uchbayevichning sport takomillashuv guruhida shug'ullanuvchi sprintga ixtisoslashgan baydarkada ishga kirishuvchilarning yillik tayyorgarlik siklini optimallashtirish mavzusida yozilgan dissertatsiya ishi to'liq yakunlangan deb hisoblaymiz va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi. Shunga ko'ra, dissertant Davlet Bahodir Uchbayevichni 13.04 ixtisosligi bo'yicha pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktorlik ilmiy darajasini olishga tavsiya etamiz. E'tiboringizni avvalambor rahmat, qimmatli ajratib dissertatsiyamiz bo'lib takliflarimizni bergan uchun. Birinchi tavsiyangiz bo'yicha quyidagicha javob bermoqchiman. Birinchi tavsiya. Treadmill testini qo'llash jarayoni dissertatsiya ishimizda to'liq yoritilgan, lekin avtooperatsiya ushbu jihatlar uning hajmi va cheklanganligi sababli umumlashtirilgan holda qisqacha bayon etilgan. Ikkinchi tavsiya bo'yicha esa dissertatsiyada keltirilgan malakali ishga kirishuvchilarning sprinterlarning yillik tayyorgarligidagi makrosiklda tuyg'urish va umumiy jismoniy tayyorgarlik bo'yicha yuklamalarni soatni mazkur holatda saqlab qolish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shu bois biz siz tomonidan bildirgan taklifingizni keyingi ilmiy tadqiqotlarimizda inobatga olamiz. Amaliy
tavsiyangizga kelsak, amaliy tavsiyalar tadqiqot natijalariga tayangan holda shakllantirilgan bo'lib, ularni yana aniq va elementar tarzda takomillashtirishga doir takliflaringizni kelgusi ishlarimizda ko'rib chiqamiz. Keyingi tavsiyangiz dissertatsiyada keltirilgan muammoni o'rgangandalik darajasi bo'limida mahsulotlarni tashkil etishning 4 sikl va blokli tizimini bugungi kunda qo'llashni qo'llanishi bois soha a'zolarining ko'proq yuzasidan bildirgan fikrlaringiz ahamiyatli bo'lib, biz takliflaringizni kelgusi ilmiy ishlarimizda albatta ko'rib chiqib, harakat qilamiz. Rahmat. Eshitdik, rahmat. Endi bugungi bahorda o'qilayotgan initiatsiya ishi bo'yicha Amerikaga sardobachilik ishlovchilar bor. Buning uchun dunyomizga Bunlar için Qoraqalpog'iston Respublikasida hozir tegishli ko'payayotgan sababdan yurtda ikkita yirik kanal bor, Samarqandda bor, Toshkent viloyatida bor, O'tkayda bizim universitetimizda ham maxsus kafedra ochilib, sotsialistik kafedra ochilib, erkin yashil bazasi tuzildi va uning moddiy texnik amalga oshirildi. Bu kafedraning sohaning egasi ishtirokchi Tajriba Nozirlik tadqiqot doktori shu yo'nalishda xalqaro saytlar boshqarildi. Demak, Osmonga bu mavzuni xilli doktorlarning yuqori. Endi dissertatsiyaning o'qishlarida shu sport mahoratlarini masters muassasasida qanday muomala ishlashni muklamalarning monotonligi, tabiiy, eskirtishda kuch va texnika o'rtasidagi disbalans, tiklanishning yetarli darajada bo'lmasligi, umumiy jismoniy tayyorgarlik bilan maxsus jismoniy tayyorgarlik o'rtasidagi nomutanosiblik buzilishlar bajarildi. Talablar kelib chiqqan holda bu muammolarni yechish uchun tayyorgarlik bosqichlarini qanday qilib chiqishni taklif qilyapti dissertatsiyasida. Bu demak linear periodizatsiya degan bo'lsa, o'zbekchasiga ta'minlashtirish demak, buni o'rniga blokli davriylashtirish masalasi. Bunda talablar uklamani bir maromda taqsimlash o'rniga konsentratsiyalashtirgan bloklar aerobli paydo bo'lgan va bazaviy qismi rivojlantirishni transformatsiya bloki maxsus chidamlilikka va suvdagi quvvatga olib amalga oshirish bloki realizatsiya musobaqa faoliyatini modellashtirish. Bunda talablar demak startdagi tezlanish va finishdagi sport ustida ishlashni qo'llash maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. Buni yaqqol misolda ko'rilgan Minkovni Olimpiada o'yinlaridagi final bosqichidagi harakatlarni misol keltirmoqchiman. Startdagi tezlanishga kuch berib turib, yaxshi yutqazildida buni demak funksional tayyorgarlikka yetmay qolib, televizoratda meni eshitadiganday baqirib o'tirdi, borgan bo'l sportda yakunlagini tezlashuvda orqasidan ikkitasi o'tib ketdi, 4-o'rinda oldi. Shunday shaxsiyatning ichida alam qildi. Yo'q, birinchi ancha birinchi bir haligi kanallarda bo'yiga birinchi kelyapmiz. Shuning uchun ham bu hozir dissertatsiya ishida ham to'g'ri ko'tarilgan bu masala. Ikkinchisi, kuch tayyorgarlikni jadallashtirish masalasi ko'tarilgan. Bunda zaldagi optimallashtirish, to'plovchi kuchni rivojlantirish yo'lidan borishga, ya'ni bitta urinish ichidagi qisqa dam olish pauzalarni joriy qilishni, diqqatni eshish
biomexanikasini imitatsiya qiladigan geometrikaga va boshqalarga qaratish kerakligini ta'kidlagan, bu ko'rsatib bergan trenajyorlarga ish olib borilganligini. Uchinchisi, bu texnik mahoratni takomillashtirish, ya'ni sport mahoratini takomillashtirish bosqichlariga texnika adaptiv bo'lish kerakligi ta'kidlangan. Bunda optimizatsiya sur'atini va qadamni nazorat qilishni va variatsiyani o'z ichiga oladi. Nazorat qilishda bitta siklda eshish chastotasi va qaytini ilgarilanma harakatlanishi o'rtasidagi nisbatni qilishda ana shu nimadan foydalangan datchiklardan foydalanish. Variativlikda esa mustahkam harakat ko'nikmasini shakllantirish uchun har xil ob-havo sharoitlarida trenirovka qilish kerakligi ta'kidlangan. Ana universitetga borayotganda ko'prikdan o'tib e'tibor berilan doim havoni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bizim talabalarimiz eshkak yeyishib trenirovka qilayotgan bo'ladi. Juda demak bu hamahang bo'lyapti. Innovatsion nazorat qilish usuli sifatida talabgor sport mahoratini tiklash bosqichida siklning samaradorligini oshirish uchun jadallashtirish zonalarini aniqlash va aerobloklarda kuchli oksidlanishni oldini olish uchun laktatni monitoring qilishni va markaziy asab tizimini har kuni yuqori jadallikdagi sprinter ishga tayyorligini baholash uchun yurak ritmini variabilitetini ta'lim qilishni taklif qilgan. Umuman bu dissertatsiyada talabgorni xulosasiga ko'ra optimallashtirish har doim ham yuklamani oshirish emas, balki uni sifat tomonga qayta taqsimlash kerakligi ta'kidlangan va bu juda to'g'ri. Endi shu bilan birgalikda bu meni tushuncham dissertatsiyadan kelib chiqadi. Endi o'ziga yarasha bor, mana savollarga javob berishga ko'rilgan. Lekin umuman hech qanday biznes hisoblanadi va nazarlarga javob beradi va mazkur ish yuzasidan va farzand yuzasidan ko'rsam hammamiz savolimiz bor, ilmiy ish o'zi olib borish qanchalik mahorat talab qilinsa sport sohasida undanda qiyinroq. Lekin eshkak ish bo'lsa bu umuman boshqa dunyoda bilamiz. Sababi biz o'zimiz eshkak ish o'rgangan paytimizda qancha qiyinchiliklar borligini kuzatdik. Eshkak ish sportini o'rganish qanchalik muhimligini o'rgandik. Masalan, tashkilotlarda tadqiqotimizda bir narsani ko'rdik. Bitta misoli eshkakka o'tirib suvga tushish uchun sportchi kamida 3 oy tayyorlanish kerak. Hayır, su çoğunluğu, su iş, hangi agar 6 oyga cho'zib ketish mumkin. Shu darajada sport turi kiyimligini, hattoki birga suzadiganlar bilan ular suzish jarayonida qachon qattiq yuragini o'lchashi, qancha bo'lishi, murabbiy har bittasini eslab qolishi, yozib olganini ko'zini ko'rib turibman, eslab qolyapti. Ham qayerga boshqaradi, ham uchalasini eslab qolyapti. 3 martadan o'lchyapti. Startdan oldin, to'xtagandan keyin yana 1 minutdan keyin yana 1 minut. Hammasini tekshirib borishi va qaytib borib nazoratga olishi. Ularda ilm murabbiylarda ancha yaxshi rivojlanganligini ko'rdik, lekin eski sistema bo'yicha hozirgi apparatlardan foydalangan holatda emas. Hozirgi trenajyorda olingan holat bilan shunday holatda ancha katta farqi borligi, undagi o'lchash holatlari, umumiy aytganda mazkur sport turining o'zi bir qiyin bo'lsa, ilmiy o'rganish bundan qiyinligini tushundik. O'shandan aytardimki, hozirda ish sport turi va shu sohasidagi bo'lgan sportlarimizni o'rganish bu soha bo'yicha medallar olishimizga bo'lgan qadamlar bittasi bilan hozirgi ilmiy ishi yetarli darajada kamchilik bo'lishi mumkin, lekin bu sportlar hali chuqur o'rganilmagan. Kamchilik har doim bo'ladi. Shu borada mazkur ham o'zi ham shu sohani ustasi
vatanimiz bayrog'ini kerakli joyda ko'targan va xizmat qilgan inson bo'lganligini inobatga olib va ilmiy ishni bizga shu sport turiga kirishimizga bitta qadam boshlab bergani uchun minnatdorchilik sifatida qo'llab-quvvatlashni so'radim. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. Bahodir O'tebayevich haqida ikki og'iz fikr bildiradigan bo'lsam, bir necha oylardan beri ilmiy tadqiqotlar institutida ilmiy ishi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib yoki shu yerda ilmiy apparatlar bo'yicha ancha ishlar olib borildi. Juda ko'plab muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Ilmiy tadqiqot instituti ilmiy xodimlari bilan juda ko'p joydan birgalikda ko'rib ustozlar bilan ish bizga juda tanish bo'lganligi uchun ortiqcha savol ham bermadim, chunki ish mukammal darajada chiroyli bajarilgan. Bu ish haqiqiy bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatlarga ham to'liq mos keladi. Ertangi kundagi o'sha musobaqalarda ham yuqori natijalarga olishimizga sabab bo'ladigan ishlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Bahodir O'tebayevich juda ko'p kuzatdim. Tinimsiz shu ish ustida ishlar olib bordi. Yakshanba kuni kelsak ham shu yerda kechqurunlar ham shu yerda ishlamancha ilmiy apparatlarni joyiga keltirdi. Bundan tashqari o'sha ilmiy rahbaram Islombek Muratboyevich ham haqiqiy ushbu sport turini mutaxassis sifatida hammamiz tan olamiz. Keyingi bosqichga tavsiya qilaman. Yana bitta tomonni aytib o'tmoqchi edim. Bahodir 30 yoshga kirdi. Nima desa bo'ladi? Shaxsiy hayotni ham bir tomonga surib qo'yib, ilmiy ish bilan shug'ullangan haqiqiy iqtidorli inson sifatida ko'raman, chunki hali oila qurmabdi. Xuddi o'zim ham 30 yoshimgacha faqat ilmiy ish bilan shug'ullanganman, keyin shaxsiy hayotga o'tgandim. Shu tomondan ham hurmat qildim, chunki hamma narsani bir tomonga surib qo'yib, faqat ilm bilan shug'ullanish ham yuqori natijalarga erishishga sabab bo'ladi degan. Rahmat. Вообще, на Байжанке, в Каморе, это очень регулярно сегодня. В олимпийской программе в 16 веке Глебе Бланкове есть и Глебе Славы. Потом есть еще академическое время, и так далее. То есть по количеству медалей это после легкой атлетики второй. То есть нужно обязательно сегодня уделять внимание этому виду спорта. Почему? Потому что у нас есть вот с такой Самарканде построили хороший комплекс. Правильно? То есть здесь вот кафедра есть, правильно, да? Где научный потенциал тоже есть. То есть я думаю, сейчас вот хорошо то, что он стал мастером, руководитель его мастер спорта международного класса. Вот это направление нужно развивать. Президент чего сегодня говорит? Каждая диссертация должна внести вклад в подготовку олимпийских. Только благодаря олимпийским медалям мир узнает, где находится Узбекистан и что за страна Узбекистан. Поэтому я считаю, что в древнем, а здесь у нас были хорошие традиции, и Владимир Поляков, и в свое время вот первый кандидатской диссертации был Поляков, лет 40 назад я его консультировал как раз на своем время, он тренировал сборную Ирана. Представляете, наш человек, то есть это большой показатель. Поэтому я считаю, что это вид надо развивать, и надо больше углубиться вот именно планирование нагрузки, контроль нагрузки. Здесь вот нужно внедрять самые современные технологии диагностики. И если мы говорим сегодня, нужно подготовить спортсмена, объем информации очень большой. Его без искусственного интеллекта вы не сможете. Поэтому изучайте перспективы, изучайте, как использовать цифровые технологии, контроль и планирование продолжения. Тем более контроль, как Ильдаров он знает, есть 3 вида контроля. Это очень сложно вопрос.
И нужно будет обязательно и контролировать 3 момента. Соревновательный бег, тренировочный и система организма. И находить корреляционные связи между этими показателями. Вот тогда мы сможем управлять передачей. А вам желаю успехов и работайте еще сильнее. Спасибо. Отлично, возможно. Bir-biriga umuman bog'liq bo'lmagan ikkita himoya, ikkita ta'sirot. Dissertantni bugungi yutug'i, o'ylayman, sportni bugun temani ichida ekanligi, mavzuning ichida. Ham ilmiy, ham amaliy tomondan ichida ekanligi. So'zlar, asosiy kategoriyalar bunga begona emasligi. Har bir kategoriya atrofida bo'lgan amaliy tomondan xohlagancha bahslashingiz mumkin. Ilmiy tomondan agar yutqizgan taqdirda ham, lekin amaliy tomondan biz bilan bahslash oladi. Bu e'tirof etdi, uni bu amaliy ko'nikmani bu malakaga ega bo'lish naqadar og'ir bo'lganligini o'sha tegishli o'quv trenirovka paytlarida his qildi. Dissertantni birinchi navbatda shu yutug'i bilan e'tirof etadigan bo'lsam, ikkinchi yutug'i dissertant sifatida bo'lajak olim sifatida odob axloq. Bir necha marta ro'para keldik biz. Juda ko'p ortga qaytishga to'g'ri keldi, lekin xulq atvoridagi zarracha ham o'zgarish bo'lmaganligi, uni o'sha odob axloqini, odobini olgan tarbiyasini yakun namunasi sifatida baholash mumkin. Hamma ham bunday ilm yo'lida bunday odob axloqni ko'rsata olmaydi. Hamma bilsa. Sabr bilan xato ko'rsatsak, o'sha xatoni ortiqcha surishmasdan, bahslashmasdan qaytib ketib, yana kelib, men mana to'g'rilarimda hech qachon nagli nuqtasini qo'qatib ko'rsatman. Shu tomondan ikkinchi yutug'i dissertantni bu keyingi instansiyalarda, keyingi stupinyalarda bo'lajak olim sifatida tez tanishiga sabab bo'ladi. Shunaqa hisoblayman. Uchinchidan, bugun juda ham chiroyli nutqida uzilishlarsiz savol-javob qismida uzilishlarsiz javob berdi, o'ziga ishongan holda. To'g'ri, endi himoya qismida ikkilanadi, buni aytsammi, aytmasammi, shubhasi nima bo'ladi degan hayajonlar hammamiz boshimizdan o'tgan. Bu tomoniga e'tibor bermasa edi, odatda ko'pchilik u tomonini yaxshi aytib, savol-javobda hadislar qoladi, lekin savol-javob qismida o'ziga ishonch bilan gapirganligi bu yana ilmiy salohiyatini shakllanganligidan dalolat beradi. Mana shu juda asosiy yutug'i. Buni alohida hisobga olishlaringizni iltimos qilaman. Endi baribir dissertatsiyani hozirgi aytadigan gaplarimiz, kelinim sen, qizim senga, kelinim senga aytaman, qizim sen ishi. Qizim senga aytaman, kelinim sen ishi. Ha, turibdi tadqiqotchilar. Bu dissertat aspiranturasida shakllantirishda eng qiyin etaplarni bosqichdan bittasini Bahodir usta. Men o'ylaymanki, qolganlar iltimos bo'ladi. Bahodir shu achchiq tajribasini o'zlashtirmaslik. Chunki til baryeri borligi buni juda qiynadi. Til baryeri borligi, chunki ega kesimlarda shakllantirishda biroz qiynaldi. Biroz emas, yaxshigina qiynaldi. Baribir hozir ham bu ifoda yetib turibdi. Mazmunimiz to'laqonli bu masalaga yetib borolmadi. Lekin dissertantlar tahrirda tilchi, haqiqiy tilchi va yonida har bir terminingizni himoya qilgan holda o'tirishingiz kerak. Tilchiga berish bu yechim emas. Tahrirga. Uni yonida har bir qo'shgan o'zingizni himoya qilish yashil. Shu joyda Bahodirda kuch yetmay qoldi. Nimadir so'z aytsa, tildagi baryeri tufayli
ko'nib qo'yyapti-da, tez ko'nib qo'yyapti. Olib tashlasa va asosiy narsasini ham oldirib qo'yishiga rozi bo'lib qo'yyapti. Shu tomonida yaxshilar, mustahkamlar. Keyingi etapda Doctor of Science himoyasida hammani lol qoldirib, barcha til bo'yicha muammolarni bartaraf etgan holda kelishiga tarafdorman. Tabriklayman, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Rahmat. Muhofazalar uchun, gaplar uchun demak, ishni xohlash uchun bu yashil ovoz berish jamiyatiga o'tamiz. Yashil ovoz berish jarayonini tadqiqotga o'tkazish uchun hisob komissiyasini tashkil berishdi. Yaxshi Avvalgi tartib juda ajoyib ishlar. Hurmatli kengash a'zolari, bir fursat bersa bir qadam orqaga o'tashsam, sababi muhokamada bizda yana Ismoil Karimov universitetida kafedra mudirlari ishtirok etyaptilar. Falsafa doktori, Toshkent instituti kafedra mudirlari marhamat. Hozirda avvalambor barchaga assalomu alaykum. Bugungi dissertant Davlat mahalliy o'rganish haqida aytadigan bo'lsak, qisqacha qilib 2014-yildan boshlab terma jamoada shu Toshkent negizida biz o'quv mashg'ulot yig'inlarini olib borayotganimizda kelib biz mahallimizga qo'shilgan bo'lsa-da, ko'p yillar davomida ushbu musobaqalarda birgalikda qatnashganmiz va eng quvonarlisi bugungi dissertatsiya himoyasi bilan juda ham dolzarb bir mavzuda himoya qildi va mazkur himoya, mazkur dissertatsiya ishi kafedrada keng muhokamaga ega bo'lishi va talabalar, magistrlar hamda izlanuvchilar va professor o'qituvchilar ichiga jalb etilishi bo'yicha xudo xohlasa kafolat beramiz va bu qo'llanmalarni albatta ish faoliyatida ham foydalanamiz. Barchaga rahmat, hurmatli rais. Biz navbat bergan uchun sizga rahmat. Rahmat. Yig'ilishni davom etamiz. Ishimizdagi baholashni yashil ovoz berish taklif tushyapti. Hisob komissiyasini bo'yicha takliflar bormi? Takliflar bo'lmasdi. Taklif bo'yicha ruxsat bersanglar, Dadaboyev Abdullajon Javobirov, hurmatli professorimiz, Mahmudlar Jasur Yo'ldashev, yosh va ekan bu Doriyat Yaqubov qarasak yaxshisi o'tiribdi. Tasvir bo'lmasdan hisob komissiyasiga taklif olib kelsa so'rayman. Demak, rozilar, qarshilar yo'q. Hech qanday
zoomdagilar
Hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, mehmonlar. Talabgor Davlet Bahodir Utebayevga Yevropa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish yuzasidan kengash a'zolari tomonidan berilgan yashirin ovoz natijalari bilan tanishtirib o'taman. Kengash a'zolari 13 nafardan iborat bo'lib, ularning 9 nafari ko'rib chiqilayotgan ilmiy ish ixtisosligi bo'yicha fan doktorlari hisoblanadi. Yashirin ovoz berish natijalari quyidagicha: tarafdorlar 12 nafar, qarshilar 1 nafar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlashni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, bartaraflar. Bir ovozda qabul Sizni pedagog bo'yicha professor doktor bo'lganini tabriklaymiz. So'z marhamat. Avvalambor ilmiy kengash raisi va a'zolari, hurmatli ustozlar, sizlarga qimmatli vaqtingizni ajratib berganingizga, ishingizni ko'p berganingizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bizni qo'llab-quvvatlashga kelgan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti Nukus filiali ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ilmiy rahbarimga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Rahmat. Tamam.